Hurmatli obunachilar, sizlarni ko'p turganimdan xursandman. Bugungi qiladigan variantimiz mana shu truba. Ana shu trubadan qanaqa variantlar qilsa bo'ladi va qanaqa gullar ishlatganimizda nima hosil bo'lganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kuzatib boramiz. Qanaqa chiqqanini o'zingizlar baho berasizlar. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Qani ketdik, ishimizga boramiz. Qaranglar, birinchi bo'lib trubaga setkalarni qoqtirib olamiz va setkalarni ustidan setkani bekitish uchun plyush barglarimizni ishlatib 4 ta 18 tali atirgul, xohlasangiz 10 ta 34 tali atirgul ishlatasiz va bitta pachka 12 tali siren bargidan ishlatasiz va jo'xori guldan 10 ta dona tiqib chiqdim. Shuni o'zi 7. Ranglarni aralashtirish o'zingizga bog'liq va albatta o'zimizdan oddiy lyustralardan ilib qo'yamiz. Xohlasanglar 2 tali, xohlasanglar bitta tali laganlardan lyustralarni ilib qo'ysanglar bo'ladi. Bitta tarafga mana shu narsani o'zini berib turib, lyustra iling, keyin уже mana shu o'zida chiroyli chiqadi. Shunaqa videolarda mana bunaqa lyustralardan o'ynayotgan variantlarimiz chiroyli chiqadi. Kelinlar, ayniqsa qo'yni, bejuriy qo'ynilar kiyishadi. Hozir jemchukli varianti bach zo'r bo'lgan. Mana shu narsani jemchukli variant qilsa ham chiroyli chiqadi. Orqada zakaz qilib qo'ymoq keladi. Ungacha jemchukli variantni ham qilaman. Ammo orqa taraf oq bo'lsa, bach chiroyli chiqadi. Mana bu ham bitta ideya. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga bitta variant ko'rsataman. Mana shu kartazni sotib olsanglar, mana shunaqa ideya chiqarsanglar ham bo'ladi. И plus hozir boshqacha variantdagi lyustrani ham ilamiz, ko'rasizlar. Qaranglar, mana bunaqa gulli ham, mana bunaqa lyustrasini ham ilsanglar bo'ladi. Bu yerda уже 2 tali lyustra. Mana birinchi variantim bittalikda, mana bu lagani bittalik kiradi. Bu yerda lagani bittalik bo'lgani uchun bu lyustramiz ko'rinishi boshqacha. Ko'rasizlar? Va sizlar bilan hozir rasxodini va necha pulga tushganini ko'ramiz. Xohlasanglar prokatga olib ishlasanglar bo'ladi. Toshkent shahar ichida, Yunusobod rayonida joylashgan prokatga olib ishlayman desanglar, xohlasanglar sotib oling. Bu videoning ikkinchi qismi ham bor. Bu yerda o'sha ikkinchi qismida nech pulga olsa bo'ladi, nech pulga rasxod qilindi va shu holatda nech pulga tushganini hammasini aytib o'tganman va sizlarga chiroyli ideyalar aytganman. Kuzatamiz va like, podpiska bosib qo'yishni ham unutmanglar. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.